Larni keltirib juda ko'p va sut sababli bo'ladi degan ekanlar. Kim nimani tushundi? Ular to qiyomatgacha bu toifa davom etadi. Ularning halokati kitobda bo'ladi. Kitob sababli. Ba'zilar yahudiylar ayniqsa kelib aytdiki, qanaqa oyat bu, qanaqa Allohning vahiysi bu? Vahiyda pasha haqida gap ketadimi deyishdi, kulishdi. Biologlar isbotladiki, pashani ustida yana bitta pasha yashar ekan. Nimaga bunaqa zikr qiladi desa, oyat davomida Alloh taolo aytadiki, yudillu bihi kaseera va yahdi bihi kaseera. Shunaqa oyatlarni keltirib, juda ko'p odamlarni Alloh xohlasa adashtirib yuboradi. Laban deb sutni aytadi arablar, sut. Ummatimning halokati kitobda va sutda. Sut nima? Mana yoshi ulug'lar biladi. Urushdan keyin ocharchilik bo'lgan. Odamlar non yeya olmagan, to'g'rimi? Ha? Non topolmagan. Hozir ham odamlar non yemayapti. Semirmaslik uchun. Qorin ochligi bilan kashfiyotlar qilingan. Qorni to'q odamlar kashfiyot qila olmaydi. Osh musobaqalari, ha? 1 kilo oshni nech kishi nech minutda yeb oladi. Shunaqaga borib qoldik-da. Falon kitobni 1 kunda o'qib oladi degan musobaqalarni qachon ko'ramiz? Mening o'g'lim 18 ming misra she'r yodladi. Qachon ishdan? Imom Shofiy aytgan. Men hozir she'r aytishni boshlasam, 1 oy to'xtamasdan she'r aytaveraman, to'xtamay. 1 oy to'xtamasdan ayta olaman. Yana aytib qo'yay deganlar. Yodlagan narsalarimning ichida eng kami she'r degan. Qani bu odamlar? O bo'yningizdagi astroxandroz bo'lsin, belingizdagi grija bo'lsin, hammasi o'sha spaningizni 3 qator, 5 qatorligida. Qattiq joyda yotib ko'ringchi. Tuz yig'ilamikin. Maza qilib uxla olamisiz? Tahajjudga tura olmayman. Unaqa yumshoq joyda men ham tura olmayman-da. Yomon kasalliklar, esdan chiqarmang. Yomon kasalliklarning aksariyati ovqatdan bo'ladi. To'ygandan keyin yeyishdan bo'ladi. Hozirgi kunda aptekalarda eng ko'p sotiladigan dorilar hazm qiluvchi dorilar. Nima uchun? Yiliga 1 oy majburiy roza bor. Boyga ham kambag'alga. Boylarning ko'zini ochish uchun.